Qizi TikToklarda batıl qilsa, bir haromxo'rda ismga shartlar bersa, yana qancha shaytoncha kulib tursa, bu kunlarni ko'rib ado bo'ldim dedi. Eri turib nomahramni o'ynash bilsa, lichkalarda oh-voh qilib kayf qilsa, uyalmasdan onaman deb kulib yursa, dunyo ishini ko'rib ado bo'ldim dedi. Bu qizlarni ayting, qanday suya olaman? Na opam, na singlim bo'lar deya olaman. O'zbek degan nomimdan ham uyalaman, o'zbeklarga nima bo'ldi? Ayting dedi. Odamlarga oxirat kerakmasmi? Bu hammasi qiyomatdan darakmasmi? Chidolmagan ko'ksimdagi yurakmasmi? Dunyo ishini ko'rib ado bo'ldim dedi.